qulupnay konfitюri qilyapman hozir. 1 kilo 200 gram qulupnayni yuvib, tozalab, shakar qo'shmadim. Yarim soat shakarsiz o'zini oldin qaynatib olamiz. Mana bunaqa ezadigan, kartoshka ezadiganda yaxshilab ezib oldim, suvi chiqishi uchun. Keyin yarim soat ustidagi ko'piklarini olib, yarim soat qaynatiladi. Shunda qorayib ketmaydi. O'zini mana bu chiroyli rangini saqlashi uchun yarim soatdan keyin shakar qo'shib, yana yarim soat 40 minut qaynatiladi. Shakar qo'shgandan keyin yana ko'piga olinadi. O'sha shakarni ko'piga bo'ladi u. Hozir shakarsiz holi. Shunda varenyamiz, konfitюrimiz rangi chiroyli bo'lib, qorayib ketmasdan chiroyli bo'lib chiqadi. Yarim soat qaynagandan keyin mana shakarini qo'shdim. Yarim o'lchovda. Chunki yarim soat qaynab, yarim bo'lib kamayib qoladi. Agar bo'lmaganlar uchun qulupnayda yarim soat shakar qo'shgandan keyin yarim soat yana qaynatamiz. Mana tayyor bo'ldi. Shakar solgandan keyin yarim soat qaynatish kerak edi. Men yarim soat qaynatmadim, 10 minut qaynatib o'chirdim-da, sovigandan keyin yana 10 minut qaynatdim. Yetarli bo'ldi. Yorug'da ko'rsatay dedim. Kecha qorong'i tushib qolgani uchun rangi qora bo'lib ko'rinib qoldi. O'shaning uchun bugun rangini yorug'da ko'rsatish uchun mana shunday o'zini chiroyli rangini yo'qotmasdan chiroyli rang bo'lib chiqadi mana bankalarda.